Sizlar bilan mana shunaqa rasmlarni qanday yasalishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun PicsArt ilovasiga kirib olamiz. Xohlagan priklasheniyadan bajarsanglar bo'ladi. Men shu ilovaga kirib oldim. Bu ilovadan mana shu blank deganiga bosaman. Birinchi razmerni moslab olamiz. Buning uchun razmerga kirib postga Pinterestda post degani bor. Shuni razmer tanladim. 916 chiqadi mana shu. Va undan keyin pastki oynalardan mana share degani bor. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda bu yerda har xil shakllar chiqadi. Men shunisini tanlayman. Mana oq qilib oldim. Kichkina bosamiz. Mana oq rang bo'ldi. Endi rasmlar ichidan add fotoga kiramiz. Pastki oynadan add fotoga kirib saqlab olgan rasmlarimizdan birini tanlaymiz. Misol shunisini tanladim. Add tugmasini bosamiz. Mana. Endi yana mana bu yerda plyusni bosib, yana fotoni tanlaymiz. Fotoni tanlab mana shuni tanladim. Mana shuni add tugmasini bosamiz. Va rasmni kerakligicha kattaytiramiz. E'tibor beringlar. Rasmimiz mana bu chekkalari bilinib qoladi agar hozir mana sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana brend deganiga bosamiz. Siren degan ikkinchisiga bosib olamiz. Va mana ko'rishinglar mumkin, mana bu chekkalari mana bunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun bu rasmni kattaytirishimiz kerak. Mana kattaytirsak, keyin mana bu yerda qora ranglar yo'qoladi. Shu razmeriga moslashimiz kerak. Agar siz buni kichraytirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerini bosasiz va buni ustiga bosganingizda mana shuni ustiga olganingizda mana kichrayadi bu. Mana shuni kichraytirsangiz bo'ladi mana. Hozir. Mana shuni kichraytirsangiz bo'ladi. Mana shuni mana qulplanib qolgan ekan, qulpdan chiqadi. Mana endi bunisiga o'tamiz. Shuna qilsanglar bo'ladi, ya'ni agar kichraytirginglar kelsa, shuna qilib kichraytirsanglar bo'ladi. Hozir men buni asl holiga qaytaraman, ya'ni kattaytiraman. Va avtomatik bu rasmni ham kattaytiraman. Endi bu yerga dizaynni yaratish uchun yana bitta rasmga kirib, shu yerdan shuni tanlab qo'ysak ham bo'ladi. Shuni o'zini tanlaymiz yo boshqa rasm tanlasak ham bo'ladi. Add tugmasini bosdim mana. Buni kattaytirib, endi buni qaychichani ustiga bosamiz. Mana bu rasm ustida turganda, oyna ochilganda qaychini ustiga olib kelib, person deganini bosamiz. Va kichkani bosamiz. Mana shuna qilib joylasak bo'ladi mana. Endi tekst yozamiz, misol. Mana. Endi bu tekstimizga rang beramiz. Mana bu yerda mana color degani bor. Ustiga bosib qizil rang va bunisini stroykani bossak, chekkasiga qora rang. Mana bo'ldi mana. Endi bu yerdan buni bosamiz. Kichkina va saqlanib bo'ladi. Mana xohlasak mana bu kichkina bosib ham saqlasak bo'ladi mana shu. Saqlandi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.